Bismillahirrahmanirrahim. Tövende okuyacağımız Doktor Zaglol Neccar'ın Allah Hidayet Kılan Kişiler namlı kitabı. Tercüm kılıgıcı Hilali. Bu kitapça bu güzel kainatın sırlarına çöküp, harlıktan izzetke, izdiratlıktan hakikat kaytıp, dalaletin hidayet yol algan aşı pak cebetlik isil adamlarga ve ular gibi saadetke intilgelleri başlandı. Bu kitapçının mezmunu. Birinci, bu fakat İslam dinini bulgan roşen akididir. İkinci, ilahi kanun. Üçüncü, bu kalıtımlarda sarılan imandan ibaret. Dördüncü, Kur'an mucizeleri. Beşinci, Hristiyanlaştırış için kilip Müslüman bulup kaçtı. Mukaddeme. Barlık hamdü sanalar kainatının Rabbi Allah khastır. Duayı salamlarımız onun haq elçisi Muhammed aleyhisselam'a, ait tavabatlarına, sahabelerine, dost qayaşlarına ve kıyametine kadar onun yolunu tutup sünnetiga erişip bizden mağalara bolsun. Allah Teala bizning ko'z oldimizda nurg'un ishorat dalillerini, kainat dalillerini qo'yib, o'zining birligini tanitdi. Tehi bizga ashundoq koinotga alomatlarga cho'nqur nazar qilish yo'li orqali o'z vahdaniyatiga dalil keltirishimizni va iymonimizni kuchaytirishimizni buyurib bundoq dedi. Aytqinki, osmonlardagi va zamindagi narsalarni ko'zitinglar. Yunus surasi 151-oyat. Yana tehi faqat koinotga alomatlarni kuzatadiganlarni tushunadigan aqlliqlar hisobladi. Osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashishida, kishilarga foydali narsani elib dengiz uzib bergan kemalarda, Alloh bulutni yog'dirib bergan, o'lgan zaminni tiriltirgan yomg'irda, yer yuziga taqtirayotgan hayvonotlarda, shamol yo'nalishlarining o'zgarib turishida, osmon zamin orasida bo'ysundirilgan bulutlarda tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bor. Baqara surasi 164-oyat. Belki aşı alametlerini düşünüş için aklını çıkış kılış lazımlığını ta'kidledi. Allah aklınlarını işlesinde kudretinin alametini gösterdi. Bakara suresi 70-oyatning bir qismi. Sizlerning düşünüşünler için Allah öz ahkamlarını gösterib beradigan oyatlarni sizlarga shunday bayon qiladi. Bakara suresi 242-oyat. Allah bir muncha o'rinlarda yana shu alomatlarni anglab tushuna olmaydiganlarning aqlsizlar ekanligini bayon qilib mundoq dedi. Kafirlarni hidayetga da'vat qiluvchi, xuddi ma'nisini tushunmay tavushini va nidoni anglaydigan chaqir paylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar haqni anglashdan gastur, haqni so'zlashdan gachidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular o'z nasihatini tushunmaydi. Baqara surasi 171-oyat. Shubhasizki, Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni haqni anglamay gas bo'lib olgan, yaxshi-yomonini farq etmay aqlni yo'qotgan kishilardir. Anfal surasi 22-oyat. Ondan keyin Alloh taolo bu masalani keskin turda shunday bayon qilganki, iymon keltirmaganlar xuddi hayvonlardek, balki uningdanmi battarroq bo'ladi. Chunki ular aqlini ishga solmaydi. Ularning to'lisini gapingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb gumon qilamsan. Ular tushunmaslikda faqat chaqirpaylarga o'xshaydi, balki ulardanmi battar gumrohdir. Furqon surasi 44-oyat. Ondan keyin Alloh taolo ular qiyomat kunida jazolarini ko'rgan chaqda bundaq o'y tafakkurga ko'ngil bo'lmaganlik uchun hasrat chekadiganligini ko'rsatgan. Ular agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan bo'lsak yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik, deydi. Ular gunohini tuniydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Mulk surasi 10-11-oyatlar. Mana shu mavqedan bir qism kishilar Allohning zo'r maxluqotlari haqida tafakkur qilishga izlanganlikdan Alloh ularni hidoyatga boshlash orqali xayrixohlik ko'rsatgan. Tövendeki bir hadis qudusiyda kelganidek, Allah bu xil xayrixohlikni o'ziga majburiyat qilgan. Rasululloh mundaq deganligini bayon qiladi. Kimki menga bir g'arch yaqinlashsa, men uningga bir gaz yaqinlashaman. Kimki menga bir gaz yaqinlashsa, men uningga bir g'ulaj yaqinlashaman. Kimki menga minib kelsa, men uningga yugurib kelaman. Muslim rivoyat qilgan. Mushundaq bo'lg'achqa Alloh u kishilarni o'ziga yaqin tutib, ularni haq yo'lga hidoyat qilgan. Barliq maqtash olimlarning Rabbi Allohga xos. Einstein. Albert Einstein'dan ibaret bu alim başta Yahudi e'tiqodida, keyin ateist bo'lib ketgan edi. Ondan u zo'r koinot haqida tafakkur va izlanishlarni boshdan kechirgandan keyin oxirgi ravishda koinotning yaratuvchiga ishonishga boshlagan. U o'zining keyingi kunlarim degan kitobida bunday yozadi. İnsanın ruhi dünyasını öz ilgiga elib oladigan eng zo'r xiyol shunday iboratki, bu koinot haqida chunqur o'yga cho'kkan chog'da uning ko'ngliga bir xil ta'sir kechadi. Bu o'zining chekchaylik
cheklik sezgileri ve cheklik imkoniyatlar orqali o'zining zulmatli qorong'ulik oldida turganligini his qila oladi. Biroq u shu qorong'ulik zulmatning orqasidan bir xil cheksiz mo'jizani sezalaydi. Ondan u yana mundoq degan: "Mendagi bu xil holat haqiqatdanmi boshqa barliq kishilardagi ibodat holatidir." Ondan ta'kidlab mundoq deydi: "Bu dunyoda biror qatim bo'lsa-mu bu xil ro'yalati turib boqmagan inson haqiqatan tirik o'likdir." Keyin muxbirlarning biri uning bu xil holatini ayblab uningga "Men Xudodan qo'rqishga tanglashtirib energiyasini qamab olgan odamlarga hayronman" degan chog'da u bu muxbirga "Filming, og'zingni yum. Sen artist emassan. Men artist emasman. Xudoga haqiqatan ishonaman" degan edi. Amerikalik bir ayol astronomiyaga doir yozgan kitobining muqaddimasida to'g'ri aytgan edi. Inson bu fanga kirib qoladigan bo'lsa, yo Xudoga sajda qiladi, yo bo'lmasa aqlini yo'qtidi. Bu haqiqatan ro'shan aqida. Bu islom dinida bo'lgan ro'shan aqidadir. Shu jumladan islom diniga kirgan amerikalik bir qarindishimiz mundoq degan edi: Xristian dini amerikaliklarga nisbatan aytganda aqida hisoblanmaydi. Hatto faqat din hisoblanmaydi. U faqat bir xil tavallik masalasidan iborat. Shirik Yahudi dini bilan Xristian dini kishilar orasidagi aqliyatchilarni qoyil qilishda mag'lub bo'lgan chog'da mutafakkirlar irqiy ayrimchilik va millatchilikni kishilarni birlikka keltirishning vosita qatorida o'tirib qo'yish boshlagan. Holbuki islom dini kishilarning qalbini bu muvaffaqiyat holda o'ziga qarta oladi. Mana bu professor Jari Miller. U Podshoh Fahd nomidagi neft konchilik universitetining matematik professori. Asli Kanadalik bo'lib, burun Xristian dini missioneri edi. Allah uni islom diniga kelishga musharraf qilgandan keyin kishilar orasida mundoq deb nutq so'zlagan: "Musulmonlar, agar boshqalarninkiga qaraganda o'zingizlarda qanday ulug' narsa borligini sezgan bo'lsanglar, sizlarni musulmon pushtidan yaratgan, musulmonlar pushtiga tarbiyalagan ham bu ulug' din bo'yicha o'stirgan Allohga cheksiz hamd sano aytgan bo'lardinglar. Payg'ambarlikning ma'nosi iloh, vahiy, ilohiy burch, qayta tirilish va hisob berish qatorliqlarning ma'nolari sizlar bilan boshqalarning ta'limotida osmon zamin tark qiladi." Ondan u mundoq qo'shimchalaydi: "Meni bu dinning aqidasining ro'shanligi jalb qildi. Bu xil ro'shan aqidani islomdan boshqa dinlarda topolmadim." Ilohiy qonun. Amerikadagi universitetlarning birida xizmat qiladigan Misrlik bir qonun professori mundoq deydi: "Bir qatim qonun haqida suhbat qilganda aramizda bir nafar Yahudi qonun professor bor edi. U so'zlab kelib islom haqida to'xtalib qoldi. Hamda islom va musulmonlarni past ko'radigan so'zlarni qildi. Men uning og'zini yumdirishni yetib keldim va uningdan Amerikaning miros qonunining hajmi qanchalik buni bilamsiz deb so'ragan edim. U "Ha, bilaman. 8 tomdan chiqroq keladi" deb javob berdi. Men uningga 10 qurdan oshmaydigan darajada yig'inchoqlangan miros qonunini ko'rsatsam, islom dinining haqiqatiga ishonamsiz deb so'ragan edim. U bunday bo'lishi mumkin emas dedi. Men Qur'on Karimdagi miros oyatlarini akilib uningga berdim. U bir necha kundan keyin kelib menga inson aqlining hech kim unutmaydigan holatda tuqqanchilik aloqalarining hammasini bundoq umumlashtirib sanab chiqib, ondan hech biriga naqshilik qilmaydigan bundoq odillik bilan ularga mirosni taqsim berishi mumkin emas dedi. Keyin bu kishi musulmon bo'ldi. Faqat miros oyatlarila bu Yahudi kishining islom diniga qoyil bo'lishiga sabab bo'lgan. Bu qalbni larzaga keltirib mustahkam o'rnaydigan iymondan iborat. Angliyalik bir yigit bilan uchrashdim. U Podshoh Fahd universitetida ishlaydi. U mundoq dedi: "Men 13 yildan buyon islom dini haqida yozilgan kitoblarni o'qib keldim. Shundaqdimi ijtimoiy hayot, umumiy jamiyat va turli turmush masalalarining masalalar sababidan musulmon bo'lganligimni ochiq e'lon qilib, bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning elchisi deb oshkor deyish to'g'risida qaror chiqarishga imkoniyatim bo'lmadi." U bundoq bayon qiladi: "U bir kuni poklanib ketibdi. Hamda ulug' Parvardigorga duo qilib, o'ziga aqlini ilhom qilishni va qalbini to'g'ri yo'lga ichishni undan tilabdi." U mundoq deydi: "Tuyuqsiz birisi tushidi uningga: Ey iymon keltirganlar, sizlarni bu koinotni va uningdagi barliq narsalarni yaratgan yolg'iz Allohga ishoninglar" deb to'g'ilgan. U o'rnidan shishirab turib ketgan va yig'lab turib, "Bu Allohning to'g'ri yo'l mushu deb ko'rsatgan alomati" degan. Hamda uqmasdan darhol Oksforddagi islom markazi bilan aloqalashib, shu amon musulmon bo'lganligini e'lon qilgan. Robert Kontin. Bu kishi Amerikaning sobiq raislaridan biri bo'lgan Nixonning maslahatchilaridan biri. Madaniyatlar tadqiqoti bo'yicha doktorlik unvoni bor. Amerikadagi danglik shaxslarning biri sanaladi. U Amerika tashqi ishlar ministrligi va Oqsaroyda 30 yil xizmat qilgan. Nixon o'zining bir kitobini yozmoqchi bo'lgan chog'da Amerika xavfsizlik idorasidan islom asliyatchiligi to'g'risidagi materiallarni talab qiladi. Xavfsizlik idorasilar islom asliyatchiligi to'g'risida yozilgan to'liq materiallarni Zongtonga yetkazib beradi. Zongtonning bu materiallarni o'qib chiqishga yetarli vaqti bo'lmaganlikdan uni Robert Kontinning o'qib chiqishiga topshirdi. Robert o materiallarni o'qib chiqqandan keyin darhol musulmon bo'ladi. Shuni bilish kerakki, u o'qib chiqqandan keyin uning musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan materiallar musulmonning qo'li bilan emas,
balki Amerika Markaziy axborot idorasining qo'li orqali yozib chiqilgan edi. Shundoq bo'lsa-mu, Robert Konten musulmon bo'lgan. U kishi hozir G'arbdagi muhim nashr afkorlarining birida chatma maqolalarni yozib turdi. Mana bu qalbni larzaga soladigan iymondir. Qur'on mo'jizalari. Bir qatim men Abdur Zag'lul Najjar Moskvada o'tkazilgan Qur'on mo'jizalari yig'iniga taklif qilindim. Başta men bu yig'inga qatnashishni yoqtirmadim, chunki bu yig'in 70 yildan uzoq vaqt kufr xudosizlikning markazi bo'lib kelgan bir davlatda ishlab Men o'zimga shundoq dedim. U yerdagilarning Qur'on Karimning nidosiga chaqirgudek ular Alloh to'g'risida nimalarni bilsin? Ondan ba'zan menga cho'qim berishingiz kerak, chunki biz Rossiya Meditsina Akademiyasi tomonidan yig'inga taklif qilyapmiz deyishdi. Biz Moskvaga bordik. Koinotga aloqador ba'zi oyatlarni o'ttirib qo'yish jarayonida aniq qilib aytganda, Alloh osmondan zamongacha bo'lgan maxluqotning ishlarini idora qilib turadi. Ondan u ishlar uzunligi sizlar sanayotgan 1000 yildek keladigan bir kunda Allohning dargohiga o'rlaydi. Tayzi surasi 5-oyat so'z haqida musulmon olimlardan biri o'rnidan turib mundaq dedi. Bundaq bo'lganda 1000 yil bir kunga barobar degan gap, agar o'zaro teng bo'lgan ikki o'lchamdagi vaqt barobar bo'lsa, bu suratning o'xshamasligini ko'rsatadi. Ondan u bu xil tezlikni hisoblash boshlab mundaq dedi. 1000 yil cho'qim qamariya yili bo'ladi, chunki arablar shamsiya yilini uqmaydi. Qamariya yili bo'lsa 12 qamariya yilidan iborat. Bir qamariya oyning yer shari atrofini aylanib chiqqan vaqtdan desak, bu aylanish orbitasi nihoyat aniq hisoblangan, ya'ni 2,14 milliard kilometr. 2,14 milliard bir yilning 12 ga ko'paytirilgan. Ondan 1000 yilga ko'paytirilgan ahvolda buning natijasi bir kunning soat soni 24 ga bo'linadi. Ondan uni minut soni 60 ga, ondan sekund soni 60 ga bo'linadi. Bularni shunday hisoblab kelib, bu kishi nur tezligidan yuqori bo'lgan tezlikni hisoblab chiqdi. Shu chog'da Rossiya Fanlar Akademiyasining a'zosi bo'lgan bir fizik professori o'rnidan turib bunday dedi. Men bu yig'indan ilgari o'zimni fizik fanlarida, bo'libmi optik fanida tangdassiz olimlardan hisoblab kelgan edim. Men o'zim ko'rgan bunday keng bilim oldida uni bilish imkoniyatining yo'qligiga faqat hammanglarning oldida bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb vasiflashdan boshqa ma'lum yo'q. Keyin uning aytib 4 nafar tarjimon naq maydonda musulmon bo'ldi. Biz ular bilan faqat qarashmagan edik. Ular yepiq aynak bölümlerining ichida turib, arab so'zlarini Ruschani arabchaga tarjima qilganlar edi. Ular bizning qishimizga kelib, bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb va'z berishdi. Ularda bo'lib qolmasdan shuningdan keyin yana bildikki, Rossiya televiziyasi yig'in ahvolini lintiq olib, unutilib tarqatgan. Shuning bilan Rossiya olimlaridan 37 dan ko'p olimning bu yig'in xotirasini ko'rgandan keyin darhol musulmon bo'lganligidan xabar topdik. Faqat bularla emas. Shu yig'inda Kef Mo biz bilan birga bo'lgan edi. Bu kishi mashhur embriologiya, turalmishunoslik olimlaridan biri. Dunyodagi meditsina sohasidagilar asosan degidek uni biladi. Chunki uning kitoblari dunyo bo'yicha zo'r ko'pchilik universitetlarning meditsina fakultetlarida dars qilinadi. Uning embriologiya bo'yicha yozilgan kitobi dunyoda 25 xildan ko'p qilib tarjima qilingan. Bu kishi o'rnidan turib ko'pchilik oldida bunday dedi. Qur'on Karim oyatlarida insonning turalma holatining shakllanish bosqichida hozirgi zamon ilmidanmi yuqori darajada aniq, tafsiliy va to'liq ifodalangan. Bu ahvol faqat shuni ko'rsatadiki, Qur'on Karim Allohdan boshqasining so'zi bo'lishi mumkin emas. Muhammad Allohning elchisi ekanligi haq. Boshqalar uningdan siz musulmonmi deb so'raganda, u yo'q. Lekin men Qur'onning Allohning so'zi ekanligiga, Muhammad Allohning elchisi ekanligiga ishonaman deb javob berdi. Boshqalar uningga undaqda musulmon ekansiz-ku deganda, u men hozir musulmon bo'lganligimni e'lon qilishga to'saqlik bo'lgan ijtimoiy bismlar ostida turyapman. Biroq bir kunlarda Kef Mor islom diniga kiribdi deb anglasanglar ajablanib ketmasanglar bo'ladi dedi. Allohga shukrlar bo'lsinki, bultur uning haqiqatan musulmon bo'lganligini e'lon qilgan xabari bizga yetdi. Islom dini va hozirgi zamondagi dinlar 50-yillarning boshlarida mening texi yosh yigitlik vaqtlarim edi. Angliyada doktorlik o'qiyotgan edim. Bir qatim islom dini va hozirgi zamondagi dinlar temasiga yig'inga taklif qilindim. Yig'in o'quvchilar markazida ishlanmoqchi edi. Ular har haftaning juma kechasi turli masalalar haqida suhbat olib berish uchun markazga yig'iladi. Ular bu yerga doktorlik unvoni olg'ili o'qishga kelgan bir musulmon o'quvchining borligini anglab, meni yig'inga taklif qilgan ekan. Yig'inda men islom va uning boshqa dinlar bilan bo'lgan aloqasi haqida to'xtalganimdan keyin shu klubning mudiri ayol o'rnidan turib, "Efendim, sizning dinlar tadqiqoti saviyangiz hammamiznikidan yuqorida qiladi. Shunga biz siz bilan munozaralashishimiz kerakmiz. Bu suhbatni Arabchaga sursak qanday qaraysiz? Biz sharqda uzoq yillar yashagan, ham arab tilini yaxshi biladigan katolik dini poplardan birinchi aqraydi. Shunday bo'lganda suhbatimiz bir oz barobar kayfiyat kerak" dedi. Men buni qabul qildim. Suhbat keyingi haftaga kechiktirildi. Keyingi hafta men u yerga bordim va ular degan shu odam bilan uchrashdim.
U yaşı 60'dan aşqan, uzun mezgil Misir, Iroq, Liviya va boshqa nurg'un arab davlatlarida hayot kechirgan odam ekan. Aramizda suhbat boshlanib 1,5 soatdan ko'proq davomlashdi. Ondan ilk ayol o'rnidan turib uni bundoq dedi. Efendim, bu yigit dinlar masalasida sizga qaraganda puxtaroq ko'rinadi. Shunga bugun yana bir qatim kechirim so'rayman. Suhbatni kelar hafta almashtirishni taklif qilaman. Men qo'shni rayon cherkovining raisi Peshov apandini chaqirib kelmoqchiman. Yandır qapısı o kişi geldi. Şəhərcə onu çoğun dağlığı bilan kutub aldı. Tüyülüş mərasimi köplüğün gezi, jurnal, radyo, televiziya muxbirləri geldi. Ondan mən bu kişi bilan uçuşup 1 saatdan köplük söhbətləşdim. Söhbətdən keyin Elq xanım söz verib mundaq dedi. Mən 25 yıl katolik dini bilan məşğul bolğan bolsammı, köpçülük aldıda ixtira qilamanki, mən ilahiyatning ma'nosini hech qachon bu yigit sizlagandek sizib baxmabdiman. Hech qachon yaratquchi Tangridan, koinotning parvardigoridan bu yigit his qilgandek qo'rqish ko'rmabdiman. Ondan o zaldan chiqib ketdi. Keyin men bildimki, u musulmon bo'libdi va Angliyada Allohga da'vat qilish yo'lida hammadan kechkudek darajada nurg'un yaxshi ishlarni qildi. Ferdoil. Bu kishi hozirgi zamon astronomiya olimlarining ichida mashhur biri bo'lib, u o'z ismi bilan atalgan ilmiy nazariyalar bor. U umr bo'yi Allohni inkor qilib, xudosizlikni yoshirmay kelgan edi. Uning nazariyasi bo'yicha koinot azaliy bo'ladi. Ya'ni bu olamning boshlanish nuqtasi oxiri chekim yo'q. Şu alem Allah tarafından yaratılmagan deyildi. O özünün barlıq azmanlarında xudosizlikni mana mushundoq oshkora so'zlab kelgan edi. Keyin uning yaşı xeyli bir yerga berib, yoshlik havo havaslari va shuhrat obro'y qolishdan o'zini to'xtata olmaydigan yoshlara qadam qo'ygan chog'da, o'zining barlıq ilmiy ma'lumotlarga qaytadan tafsiliy nazar solib, farosat yeshiliklarining o'lchami bilan yozgan kitoblarini qaytadan varaqlab chiqqandan keyin burunqa qarashlariga qarshi holda Farosatlik odam nomli kitobida mundaq deydi. Burun Xudoning barligini inkor qilgan edik. Halbuki Xudo o'zining mavjudligini yulduzlar turkumlar aro bo'shliqlariga biz nerdan kelganligini bilmaydigan yangidan yaralgan moddalarni to'ldirish orqali isbotlab turibdi. Bu bir-biridan g'oyat zo'r yaratgan yulduzlar turkumlarining shundoq cheksiz bo'shliqqa orliqlarini to'ldiradigan mundaq moddalarni faqat bu koinotning yaratuvchisi paydo qila oladiganligini ko'rsatdi. Uning bu yangi kitobi nurg'ulg'an iymuniy masalalarga oid qarashlar bilan to'lgan bo'lib, avtorning cho'nqur aqliy quvvatini va olam to'g'risida jiddiy izlanib, mulohaza qilganligini namoyon qilib turibdi. Men shundoq deb o'ylaymanki, buningga o'xshash kishilarni qancha burun islomga da'vat qila olsak, ularning islom diniga kirish fursati shuncha to'liq bo'lar edi. Ixlos bilan da'vat qilish. Alloh yo'liga da'vat qilish bu hayotimizga eng ulug' g'alaba qurollarining biri. Biz harbiy, iqtisodiy, texnikalik va tashviqot vositalaridan iborat qalblarimizning barliq moddiy imkoniyatlarini qo'ldan berib qo'ygan vaqtda qo'limizda Allohga da'vat qilishdan iborat kuchli ham qudratli qurol turibdi. Alloh bilan qasamki, har qanday bir joyda islom dini haqida so'zga chiqqanimizda, u yerdagi kishilarning dinimizni qanchalik yoqtirmaydiganlardan bo'lishidan qat'iy nazar, ularning diliga so'zlarim aniq ta'sir qilganligini bayqadim. Bir qatim Amerikani ziyorat qilish jarayonida u yerga Texas universitetida 2 qatim leksiya so'zladim. Birining temasi islom va xristian dinlariga o'xshashlik va farq. Yana birining temasi kommunizmning yemilishidan ta'sir etdi. Leksiyaga kelganlar asosan yahudilar, xristianlar, sekuristik millatchilar, kommunistlar va e'tiqodsizlardan tuzilgan edi. Biroq men islom dinimiz haqida to'xtalgandan keyin leksiya anonslarga qattiq ta'sir qilganligini sezdim. Chunki bu hozirgi vaqtda kishilar oldida mavjud birdan bir haqiqat edi. Xristianlashtirish maqsadida kelishsimi musulmon bo'lib qaytishdi. Buning eng to'liq fakti shuki, bu rayonga qurol-yarog' kuchi va ilg'or texnikasi bilan mag'rurlanib kelishgan Amerika Yevropa askari kuchlar orasidan 10 minglagan odamlar intayin oz, lekin ixlos bilan olib berilgan tirishchiliklar orasida musulmon bo'lib qaytishdi. Mana bu ularning armiyasidagi polkovnik darajalik musulmon bo'lgan bir doktor xonim edi. U islom dinini cho'nqurlab o'rgangandan keyin g'ayri-musulmon eri bilan birga hayot kechirish halol bo'lmaydiganligini bilib, bizga kelib o'zining oilasi, bolalar borligini, oilasini saqlab qolishga ko'ngil bo'lganligini va qanday qilish lozimligini so'radi. Qarindoshlarimiz uningga eri bilan aloqalashib, eriga islomga oid kitoblarni avat qilishga maslahat berdi. U shunday qilgan bo'lsa-mu, eri musulmon bo'lish unumidi. Bu xonim yana kelib ahvolni bayon qilgandan keyin qarindoshlar uningga eringiz bilan telefonda tafsiliy suhbatlashib ko'ring deydi. U eri bilan suhbat o'tkazgan bo'lsa-mu, er yana musulmon bo'lmadi. U endi qanday qilarman deganda, qarindoshlarimiz uningga biz qishingizda turib telefonda eringizning savollari bo'lsa javob beraylik. Siz suhbatni davomlashtiring deb maslahat berdi. Telefon orqali suhbat olib borilgandan keyin uning eri telefonda shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Bu xonim davlatga qaytib borgandan keyin bu yerga da'vat olib bergan qarindoshlarimizning biriga xat yozib mundaq degan edi. Alloh bilan qasamki, bu odam erini demoqchi. Musulmon bo'lishdan burungi vaqtlarimizdan 10 ming aslab oilasini suydigan va kuyinadigan ulgulik er bo'lib qoldi.
Mana bu musulmonlarni xristianlashtirish maqsadida ularning ziminiga kelib musulmon bo'lib qaytgan yetakchilarning biri. İslam dini ve bizim İslam dinimizga qarata majburiyatimizmi shundoqdir. Ba'zi xato aqidaliklar o'z nazariyalar uchun ketman chapayotgan bu kunda islom dinimizdan iborat o'z ustimizga haqiqatning g'alabasi uchun oldi bilan harakat qilish bizning majburiyatimiz. Dal mushu tufaylidan Amerika olimlaridan biri bo'lgan Irving T.B. Irving nurg'un musulmonlarning oldida tuvandagidek xitob qilishga majbur bo'lgan. Musulmonlar, sizlar texnika, ilm-fan, iqtisod, siyosiy yoki harbiy kuch so'ng'isini g'arbliklar bilan hargizmi tanqadimni mangolmaysizlar. Biroq sizlar bu takabbur, menmanchi va hali yo'g'an g'arbni islom dini orqali oldinglarda tislandira olaysizlar. U yana shundoq qo'shimchalagan. Sizlar mana bu dinni cho'nqur tushundigan, uni o'zlariga to'liq oldi yaxshi tadbiqlaydigan va hozirgi zamonning tili bilan kishilarga yaxshi tushuntirib beradigan 40 nafar yoshni bera olsanglar, men ular orqali 2 Amerika qit'asini to'liq qo'lga olishga sizlarga kepillik bera olaman. Tanha Alloh bilan qasamki, haqiqatan hozirgi vaqtdagi qo'limizda bor birdan-bir Qur'onimiz islom dinimizni to'liq tushunishimiz, uni o'zimizga tafsiliy tadbiqlab, ondan boshqalarga tushuntirishimizdan iborat. Xulos kalam, ana shu koinot sirlariga cho'nqur cho'kib, Parvardigorini izlagandan keyin, uni tunib musulmon bo'lgan bir qism kishilarning ahvollarini bayon qilgandan keyin, u ustimizga ig'ir majburiyatning qanday zo'r ekanligini bilishimiz kerak. Shunga tövandagidek masalalarni tushunishimiz lozim. Allohning koinotga alomatlariga cho'nqur nazar qilib, tafakkurimizni yangilash. Shunday qilganda Alloh taolaning bu buyrug'iga amal qilgan bo'lamiz. Aytqinki, osmonlardagi va zamindagi narsalarni ko'ztinglar, mo'jizalar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmga foydasi bo'lmaydi. Yunus surasi 101-oyat. Shundaqla Alloh taolo tilga olgan aql egallaridan bo'lamiz. Shubhasizki, osmonlar va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egallari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'yri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turadi. Osmonlarning va zaminning yaratilishida fikr yurgizadi. Parvardigorimiz buni bekor yaratmading, sen paktursan, bizni do'zax azobidan saqlagin, deydi. Ali Imron surasi 190-191-oyatlar. Yana biri islom dinimizni haqiqiy mohiyati bilan to'g'ri tushunish va o'rganish uchun kuch sarf qilishimiz lozim. Shunday qilganimizda uni oldi bilan o'zlarimizda haqiqiy tatbiqlay olamiz. Yana bir jihatdan islom dinimizni o'zimizga va jamiyatimizga birma-bir amaliy tatbiqlash uchun harakat qilishimiz lozim. Oxirida bizning ustimizda zo'r bir mas'uliyat bor. Bu bo'lsa-mu, Alloh subhanahu va taolo tarafga da'vat qilishdan iborat. Shundaqda Rasulimizning bu so'zini ishga oshirgan bo'lamiz. Sening sababing bilan Allohning bir odamga hidoyat qilgani sen uchun tog'dak boyliqda yaxshi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Shundaqla Alloh taolaning biz to'g'risida bu so'zi amaliylashidir. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirib chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'silgan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Ali Imron surasi 110-oyat. Oxirgi duoyimiz shuki, barliq maqtash olamlarning Parvardigori Allohga xosdir.